Aytishadi-yu, voy eshak deydilar-ku Nodirxo'ja aka. Bu keysni olganingizdan keyin sizlarga monitor ham hojati yo'q. Ko'rayotganingizdek o'zida kichkintakina 8 dyuymli o'zini monitorlari bilan bor. Bu monitorimiz 60 Hz bo'ladi. Bu keysni biz asosan PUBG Mobile o'ynaydigan obunachilarimizga yig'ib tayyorlab berganmiz. Ko'rayotganingizdek juda ham chiroyli chiqdi. Oppoqqina Pro Game'ga yig'ilgan ushbu keysimizni xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, protsessorimiz Intel Core i5 14400F protsessori, platamiz MSI'dan B760M gaming Wi-Fi, protsessorimizni ID Cooling FX 360 kullerlari muzlatib turadi. Tezkor xotira TeForce'dan DDR5 32 GB, Lexardan 500 GB lik M2 NVMe SSD va Asus'dan RTX 4068 GB lik video karta qo'yganmiz va bularning barchasini Thermaltake'dan 750 vatli 80+ sertifikatiga ega blok pitaniya tok bilan ta'minlab turadi. Ko'rasizlarmi buni yonishini qaranglar. Qop-qorong'i uyinglarda, ofisinglarda bitta mana shunaqangi oppoqqina keysimizni qo'yib qo'ysanglar, maza qilasizlar to'g'risi. Hoziroq ulgurib qolinglar, bunaqa narx faqat Xtech da bo'ladi. Bemalol do'konlarimizga kelib, eng arzon narxlarda xarid qilsanglar bo'ladi. Xtech Computers eng to'g'ri tanlov.